Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Men 3-4 kun oldin inglizcha post chiqardim. Birinchidan inglizcha post chiqarishimiz sababini, inglizcha, ruscha post chiqarishimiz sababini men sizlarga aytib o'tib ketmoqchiman. Yer yuzida masalan o'zbek zabonlar, o'zbekchani tushunadiganlar boring, ana bir 50 million bo'lsin, 100 million bo'lsin. Ruschani tushunadiganlar 500 million, 1 milliard. Endi inglizchani tushunadiganlar 2 milliard, 3 milliard bo'lishi mumkin. Ana shuni hisobiga men ruscha kontent chiqarsam, o'zbekchaga nisbatan 5-6 barobar, 5-10 barobar ko'proq haligi prosmotr bo'lyapti-da. Ana shuning uchun inglizcha ham chiqarib ko'ray deb inglizcha ham chiqarib ko'rdim. Ana shuni nima dedingiz ana shu inglizchangizda deb ko'p savollar tushyapti kommentariylarda. Men ana shularni sizlarga yetkazib qo'yay. Inglizcha chiqishimda nima haqida gapirilganini deb so'zma-so'z qilib sizlarga yetkazib qo'ymoqchiman. Mana boshladik. Xayrli kech aziz obunachilar. Men Hayot Bobo. Bugundan boshlab kanalim hayotida yangi bosqichni boshlayapman. Endi mening qisqa videolarim ingliz tilida ham e'lon qilinadi. Har bir videoning boshida kayfiyatingizni ko'taruvchi va biroz o'ylantiruvchi qisqa latifalar hamda qiziqarli hikoyalarni eshitasiz. Men bilan birga bo'ling. Oldinda yana qiziqarli va xush kayfiyat kontentlar ko'p. Hayot haqida latifa. Nabira: Bobo, hayot nimaga o'xshaydi? Bobo: hayot choyga o'xshaydi. Nabira: nega? Bobo: chunki uni shirin yoki achchiq qilish ko'p jihatdan o'zingizga bog'liq. Do'stlar, esda tuting, hayot har doim ham bizga sharoitni tanlash imkonini beravermaydi, lekin deyarli har doim o'sha sharoitlarga qanday munosabat bildirishni tanlash imkonini beradi. Mana shunday. Hayot har doim ham bizga sharoitni tanlash imkonini bermaydi, lekin deyarli har doim o'sha sharoitlarga qanday munosabat bildirishni tanlash imkonini beradi. Xuddi mana shu nimada demak aytilgan latifa va qissadan hissa deganday bildirilgan ana shu chiqishimda. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana uchrashguncha.